Assalomu alaykum. Teplopateliya, ya'ni issiqlik texnikasi haqida qo'ldan kelgancha ustozlardan olgan bilimlarga asoslangan holatda bepul rучной teplopateliya hisobga topiladigan kursimiz, ya'ni kurs 121 mashg'ulotimizni boshlaymiz. Qo'ldan kelgan asosda ketamiz. Demak, bizda o'sha issiqlik ketadigan vat, o'sha bitta xonadagi binoy obyekt ketadigan vat topish uchun, A 100 ga ko'paytirilgan ichki harorat bilan tashqi harorat aylanmasi ko'paytirilgan 1 plus beta ko'paytirilgan n hamda summa r degan bu formulaga asosan teplopateliyaning shu xonaga ketadigan issiqlik miqdori kelib chiqadi. Bu kvadrat yoki kubik tirajiga qarab emas. Buni asoslab o'tamiz qo'ldan kelgancha. Demak, bu yerda formula asoslab boshlaymiz. A bu yuza bo'ladi. Qanaqa yuza bu? Issiqlik chiqadigan yuzalar bo'ladi. Masalan, poldan, tomdan yoki devordan chiqadigan teplopateliya bo'lgan bo'lmani yuza qismi bo'ladi bu. Buni topish uchun masalan rom bo'lishi mumkin. Oddiy romda ham teplopateliya bu. Tashqi konstruksiya bilan bog'langan bo'lsa agar teplopateliya bo'ladi. Eshik bo'lishi mumkin. Eshiklar masalan. Xo'p, shu eshiklar bo'ladigan bo'lsa masalan 120 ga 2 metr yoki 240 ga 120 degan razmerlar bo'ladi. Buni ko'paytirasiz. Kvadrat kelib chiqadi. Masalan 120 ga 2 kvadrat ko'paytirsangiz, buni kvadrat kelib chiqadi eshikka. 122 ni ko'paytirsangiz 240 metr kvadratda bu tashqi konstruksiyaga bog'langan eshik romlarni yuzasini o'lchasangiz kvadrat kelib chiqadi. Shunga qarab romni teplopateliya alohida hisobga topiladi. Demak, bizda buni birinchi romdagi tushunarli bo'lgan bo'lsa, birinchi o'rinda o'lchash qoidasi degan narsa bo'ladi. Binolarda tashqi konstruksiyalar bilan bog'langan devorlarda teplopateliya hisobga topiladigan buni chizmasi bo'ladi. Qo'ldan kelgancha o'rgatib ketaman, qo'ldan kelgancha. Xo'p, bizda bino bo'lishi mumkin. Qanday bu xona mana? Hop, mana hisobga kelgancha endi bu har xil obyektga to'g'ri keladi. O'sha hisobga topilgan mana. Boshqa holat mana. Demak, bu xonamiz 3 metrga 3 metr degan bo'lsak, bu ham 3 ga 5 deylik. Mana ichki qismi bu. Xo'p, 2 metr, 2 metr, 2 metr. Xo'p, bunaqasiga 8,5 metr olaylik. Bunaqa 4 metrlik xona. Mana shu bitta obyektni chizmasi degan bo'lsa, bu devorning qalinliklari bu. Demak, devorning qalinligi 40 sm bo'ladigan bo'lsa, 40 dan bo'ladi. Hop, 40. Xo'p, bu tarafimizga peragrodga hisob qilaylik, 0,20 qilaylik. Tushunarli bo'lishi uchun bo'lib 0,40. 40 sm devor. Hop, aylanchasiga mana chetida teplopateliya bor, issiqlik yo'qotadigan devorlar mana shu qismi bo'ladi. Biz hisobga topiladiganimizda obyektni kvadratiga emas, o'sha xonaning tashqi devorlarini hisobga topilamiz. Devor hisobga topilganda. Demak, buni o'lchash qoidasiga asosan buni shuni o'lchaman. 3 metrlik xonani tashqi devori 40 cm, bu devorni 40 cm bo'lsa, o'sigacha olamiz, 20 cm ni olamiz va bu tarafni 40 cm olamiz. Chunki teplopateliya bo'ladigan joy mana shu devorda chetgacha bog'langan joy bo'ladi mana. Bu 3 metrlik devorimizga demak 60 cm qo'shamiz. Bu devor tashigacha o'lchanyapti mana. Bu yergacha, buni o'sigacha o'lchanyapti. Endi xuddi shu xonaning bu tarafida tashqi devori bor. Endi buni qalinligi 20 cm deylik, buni bo'lamiz. Bu 10 cm joy bor bu yerda. 10. Demak, bu tarafimizning qalinligi 3 ga qo'shamiz. Xo'p, bu devorda tashigacha o'lchanganligi uchun yana bu tarafga 40 qo'shiladi-da, hamda bu 10 bo'lsa 50 cm qo'shiladi. Demak, teplopateliya bor joy bizda 360 ga, xo'p, 350 bo'lsa 6 710 metr joy bor teplopateliya bo'layotgan mana shu joyda 710 joydan issiqlik yo'qoladi. Bu devorda issiqlik yo'qotilishi. Poldagi bo'ladigan bo'lsa, ichki birinchi qavatda joylashgan bo'lsa, demak, poldan pateliya bor bo'ladigan bo'lsa, 3 ga ko'paytirib 9 kvadratdan teplopateliya chiqarib ketiradi, keyin tushuntirib ketaman. O'lchash qoidasiga asosan buni endi mana bu ham xuddi shu holatda mana buni tashqariga o'lchanadi. Demak, 5 metrlik xonamizga hop bu o'sigacha qolgan 20 cm, buni 40 ga qo'shilsa 0,60 qo'shiladi. Hop, bu tarafimiz 3 metr edi. Devorimiz 10 cm qo'shadi xolos, chunki buni 20 cm qo'yib oldik. Demak, bu tarafimiz uzunligi jami 3,5 metr hisoblanadi mana. 50 cm qo'shiladi. Demak, buni jami uzunligi 8 9 10 metr joyda mana teplopateliya bor. Issiqlik devordan 910 joydan chiqib ketyapti. Hop, keyingi xonamizda masalan bunaqa joy to'kib qolish mumkin. Har xil obyektlarda mana bu o'lchash qoidasi mana. Demak, bunimizda 10 cm o'sigacha qolgan edi. Buni ichki burchak bo'lgani uchun yerda to'xtatamiz. Demak, 210 ga hisoblaymiz buni. 210 ga. Buni hisoblashda tashqi taraf hisoblagan uchun buni 40 bo'lgani uchun 0,40 qo'shamiz. Buni shu burchakda qoladi mana. 240 bo'ladi bu tarafga mana. 240 bo'ladi mana. O'zi 2 metr. Xo'p,
Bu tashqi devorda hisobga qo'shganda 240 bo'lyapti. Xo'p, keyingisi. Bu tarafdagi tashqari devori burchak tashqarida bo'lganligi uchun bu tarafdan ham 40 qo'shiladi. Xo'p, buni o'zida 40 bor yana. Bunga ham qo'shiladi 40, bunga ham qo'shiladi. Demak, bitta 280 bo'ladi. Chunki 40 qo'shilyapti. Bu burchakdan bu joygacha mana 8,5 metr deydigan bo'lsak, bu yerda 40 sm devor qalinligi bor. 60 bo'lsa 60 qo'shiladi. Xo'p, 30 bo'lsa 30 qo'shiladi. Demak, 8,5 metrga 0,dan 280 sm qo'shadigan bo'lsak, bu tarafimiz ham xo'p 890 930 bo'ladi mana. 930 metr mana. Teplapatera bor. Bizda nimaga teplapatera tashqi devor bo'lganligi uchun tashqi. Demak, tashqi bo'lib hamki 4 gradusdan past bo'lsa, devor teplapatera hisoblanadi. Masalan, xuddi shu xonada ichki xonalar bo'lishi mumkin mana. Qanday ichki xona bo'ladigan bo'lsa, ichki xona bo'ladigan bo'lsa mana. Mana shu ichki xona qo'yaylik mana. Bu yerda teplapatera bunda yo'q. Bu tarafda yo'q teplapatera. Chunki bu devor isitiladigan xona bilan chegaradosh bo'lganligi uchun bu devorlarda teplapatera hisoblanmaydi. Faqat mashq qismida hisoblanadi xolos. Masalan, 1,5 metr joy bo'layotgan bo'lsa, qanaqadir joy bo'lsa, bu tarafda 10, bu tarafdan 40 yarim 20 ni qo'shadi. Bu 80 joydan teplapatera bo'ladi mashq holatda xolos. Bu tarafdan teplapatera yo'q boshqa. Devoridan faqat. Bu poladan, agar bir qavat bo'lsa, poladan, patologdan bo'ladi. O'rta qavatlar bo'lsa, uni alohida tushuntirib ketaman. Qanaqa patolog bo'lishini. Bu mashq holatda hisob-kitob qilinadi. Agar tashqi garajda shu holatda, bu ora xona, ichki xona teplapatera bu devordan yo'q. Agar teplapatera qachon bo'ladi? Tashqidagi devori 4 gradusdan pastga qarab tushganda teplapatera hisob-kitob qilinadi. Masalan, mashq xonada qanaqa sovutilgan joy bo'lishi mumkin? Harorati 4 gradusdan pastda bo'ladigan bo'lsa, buni teplapaterasiga mana devordan qo'shib hisoblanadi. Necha metr bo'lsa, buni qo'shib yuboriladi. Agar 4 dan baland bo'ladigan bo'lsa, buni hisob-kitob qilmasa bo'laveradi. Xo'p. O'lchash qoidasiga asosan bu devorlarda tushuntirdim. Qanday o'lchanishlarini, boshqalarini 3 qavatlik bino deylik. Cherdak qismi mana, tom qismi. Xo'p, bizda birinchi qavatimiz plita tagida regellar bo'ladi. Birinchi qavat, ikkinchi qavat, 3 qavatli bino. Xo'p, endi bo'lishi mumkin bizda bir qavatli bino bo'lishi mumkin. Onda xonadon bo'lishi mumkin. Masalan, tagida lagas bo'ladi-da, tepasida plita, tepasida yana qanaqadir qatlam bo'ladi, loyma, lumbozaga yoki polistiron bo'lsa bo'ladi. Xo'p, shu holatda o'lchash qoidasiga asosan birinchi qavat, agar parvali xona bo'ladigan bo'lsa, birinchi qavatni o'lchashda regelni pastidan o'lchanadi. Masalan, 60 sm regel bor, 60 regel bor. Xo'p, 20 sm plita bor. Xo'p, bu xonani ham 20 sm plitasi bor. И tepasida qanaqadir steyashkasi bor. Masalan, 5 sm steyashkasi bor. Bu ikkinchi qavatda steyashkasi, tepasida laminat bosgan joy qatlam bo'lsa, shu yerdan mana shu yerga o'lchanadi. Birinchi qavat bo'ladigan bo'lsa, o'lchash qoidasida xonalar 3 metr deydigan bo'lsak, 3 metr bo'ladigan bo'lsa, qo'shamiz. 20 sm pastdagi plita razmeri, 60 sm regel razmeri bo'ladi. 60. Tepaga yana 20 sm plita bor. Yana 5 sm yo 4 mi necha steyashkasi bo'lsa, steyashka bo'ladi. Demak, qo'shadigan bo'lsak, 4 5 bo'ladi mana. Bu xonaning birinchi qavatning balandligi 4 metr 5 sm bo'lyapti. Ikkinchi qavatni o'lchaydigan bo'lsak, ikkinchi qavat o'lchashda o'zini polining yuzasidan o'zidan keyingi qavatiga poli yuzasigacha hisob-kitob qilinadi. Demak, buni steyashkaning tepasidan, buni steyashkasining tepasigacha, steyashkasi bo'lsa yoki plita bo'lsa, plitaning tepasiga o'lchanadi. Bu xonamizni 3 qiladigan bo'lsak, 20 sm plitasi bor deylik. 5 sm steyashkasi bor. Demak, 3 plus 20 plus 5 sm bo'ladi. Demak, 3 25 bo'ladi. Teplapaterada devorda bo'yni chiqarish. Ko'ndan qismini o'rgatdim, qanday chiqarishdi? Endi balandligini chiqarishni o'rgatyapman. Keyingi xonada masalan 3-qavat yoki boshqa qavat bo'lishi mumkin. Tepasida masalan lomboz bo'lishi mumkin. Masalan 10 sm lomboz bo'ladigan bo'lsa, bu ham xuddi shu holatda o'zini polining yuzasidan lomboz oxiriga chetigacha hisob-kitob qilinadi. Bu yerda 20 sm plita yoki to'sin bo'lishi mumkindir. Demak, bu xonamiz masalan 3,5 metr bo'y oladigan bo'lsak, bo'y 3,5 bo'ladigan bo'lsak, xo'p 3,5 ga qo'shamiz. 20 sm plita, 10 sm loy bo'lsa, demak 30. 80 qilib hisob-kitob qilinadi. Bu o'zim topgan narsa, bu o'lchash qoidasi bu. Standart bo'yicha bu shu holatda beradi, rasmiy bor mana. Bizga bu shu holatda o'rgatishgan. Agar xuddi shu xonadon bir qavatli bo'ladigan bo'lsa, oddiy xonadon bo'ladigan, tagida pol bo'ladigan bo'lsa, yog'och bo'ladigan bo'lsa, u xonamiz balandligi, xo'p, masalan 3,5 metr bo'ladigan bo'lsa, buni lagan tagidan o'lchab, pol taxtdan tagida laga qilsa bo'ladi. Masalan, 15 sm bo'lishi mumkin.
langasi. Xo'p, tepa to'siq bo'lishi mumkin. Yog'och yoki plitlar necha bo'lsa ham. Buni tepasidagi lomboz ustigacha, buni lagani tagidan lomboz ustigacha oxirgi qatlamigacha o'lchanadi. Demak, bizda 15 santimetrlik laga bor. Xo'p, yana 15 santimetrlik to'sim bor deylik. Xo'p, qo'shamiz yana. Xo'p, yana 10 santimetr lomboz bor. 30 o'rab qo'shamiz, 30-40. Demak, 390 qilib o'lchash kerak. Oddiy xonalarda 30 o'rab o'lchab hisob-kitob qilinadi. Demak, qavatlarda o'zini ora qavatda bo'ladigan bo'lsa, balandligini o'lchash uchun o'zini polni yuzasidan tepadagi qavatni yuzasigacha yoki lombozni eng oxirgi yuza qismigacha hisob-kitob qilinadi. Pastki qismlarda lager bo'lsa lagerning ostigacha yoki regel bo'lsa regel ostigacha hisob-kitob qilinadi. Balandligini olish. Hop, shunga asoslanib hisob-kitob qilinadi. Hop. Keyingisi tushunarli bo'lgan bo'lsa, bo'yicha bo'lish, zonalar bo'yicha bo'lishdi. Tushuntirib ketamiz sizlarga. Zonalar bo'yicha polni bo'lish, demak bizda agar masalan qaysi xona poli deylik, poli bo'ladi. Demak 8 metrga 4 metrlik zalni poli deylik, masalan. Uni zonalar bo'yicha bo'lish bor. Tepalarda pol tepalarda hisob-kitob qilganda kerak bo'ladi. Demak, bu tashqari minus harorat deylik, masalan bizda minus 14, minus 14 xona bo'ladigan bo'lsa, zonaga ajratish kerak bo'ladi. Qanaqa zonaga? Demak, birinchi qavat bo'ladigan bo'lsa, bundan 2 metr, bu tarafdan 2 metrdan joy olinadi. Bu tarafdan 2 metr, bu tarafdan ay tashqari devor hammasi tashqari bo'ladigan 2 metrda shunday narsa bo'ladiki, mana 2 metr joy mana. Bu birinchi zona hisoblanadi. Birinchi zona. Chunki bu tashqaridan yaqin bo'lgancha 2 metr joy yaqin bo'lgancha bitta yer sathi sovuqroq bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi. Xuddi shu 2 metrdan keyin 2 metr olinadi. Orasi 2 metr bo'ladi. 2 metr o'lchanadi, bu ikkinchi zona bo'ladi. Xo'p, keyingisi bor. Yana ikkinchi zona bo'lgan bo'lsa, bu uchinchi zona bo'ladi. Yana bu 2 metrdan keyin. Va qolgani 4-zonaga ulanib ketadi. Teplab batar hisob-kitob qilganda bu birinchi zonada nisbatan bu qaraganda sovuqroq bo'ladi. O'shaning uchun teplab batar ko'proq bo'ladi. Masalan, podvalli xonalar bo'lishi mumkin. Mana bunga asoslangan podvalli xona bo'ladigan bo'lsa, masalan, podvalda mana bitom qismi deylik, bu yer qismi mana. Tashqarisi minus 14 bo'lsa, plus 6 gradus bo'ladi bizda yer. Bunda qana o'lchanadi bunda? Pol ketgan o'rtaga qarab, pol masalan. Buni hisob-kitob qilinadi. Masalan, podvalingizda yerdan qolib ketgan qismi, yerdan podval nurigacha masalan 1.20 bo'lishi mumkin. Xo'p, 1.20 bo'lsa, va 70 qo'shasizda, mana 0.70 bog'lab olamiz. 1.20 mana. Metdan mekacha 2 metr bo'lyapti. Birinchi zona. Bundan yana 2 metr tashlaysiz, ikkinchi zona bo'ladi. Ikkinchi zona bo'ladi. Bu zonalar bo'yicha bo'lish. Bundan keyin 2 metr bo'lishi mumkin. Podval katta bo'lishi mumkin. 2 metr tugab qolishi ham, demak, u birinchi zonada bo'ladi. Masalan, 4 metrlik xona bo'lsa, 2 metr, 2 metr. Demak, bir ikkinchi zonalar bor, uchinchi to'rtinchi zonalar bo'lmaydi. Katta ob'yem bo'ladigan bo'lsa, plashatkali katta bo'ladigan bo'lsa, masalan, buni bo'lishi mumkin, uzunligi 40 metr yoki 30 metr bo'lishi mumkin. Bunaqasiga 20 metrlik zal bo'lishi mumkin. Teplab batar hisob-kitob qilganda, masalan, demak, buni boshida 2 metr aylanasiga, masalan, birinchi zona bo'ladi-da. Xo'p, ikkinchisi yana 2 metrdan keyin ikkinchi zonaga aylanadi. Birinchi zona, xo'p, ikkinchi zona, keyingisi 3 bo'ladi mana. Uchinchi zona bo'ladi-da, keyingisi demak, bu 40 metr zalda 6 metr buni. 2 tur 6 metri 1 2 3 zona bo'ladi. Qolgan hammasi hop 4 zonaga qarab o'tib ketadi. Bu nimaga harorat pasayadi? Masalan, bu yerda 10 bo'lsa, bunda 8, 6 bo'lib pasayib ketadi. Biz shunga ustoz o'rgatishga shuni biz bir yo'l bitta qilib birinchi zonaga olib boramiz. Birinchi zonada olib qo'yamiz, polni bitta gradusga urib qo'yamiz. Chunki sizga jicha vattdan plus bo'ladi. Zarar yo'q, lekin foydasi bo'ladi. Mashinanga asos teplab batarya bo'ladigan, keyin o'sha yerda romni o'lchaysiz. Masalan, mana shu xona deydi, mana rom mana. Bu tashqi devor mana. Bu yerda eshigi bor mana. Hop, eshigi bor mana. Shu yerda teplab batarya bor. Buni hisoblash kerak, o'lchash kerak. Demak, sizda aniq, masalan, bu yondan qo'shimchasiga xonani devor deydigan bo'lsak, 40 deydigan bo'lsak, bu ham 40 mana. Oldin ko'rinishdan hisob ko'rsatib beryapman buni. Hop, mana shunday holatda ketgan mana. Bu tom mana bu yerda o'zi. Mana shu tom bo'ladigan bo'lsa mana. Siz nimani o'lchaysiz? Mana shu yerda teplab batarya bor. Xonani uzunligini o'lchaysiz, masalan, 6 metr. 6 metrga qo'shasiz. Ikkala 40 da. Agar bu tarafida xona davom etib ketgan bo'lsa, buni yarmini qo'shasiz. Agar davom bo'ladigan bo'lsa, buni yarmini qo'shasiz. 20 masalan, bir tugayotgan bo'lsa, buni 40 ni qo'shasiz. Demak, 640, 660 joydan teplab batarya bor deysiz. Xo'p, balandligi xuddi shu holatda 3 metr bo'ladigan bo'lsa, xonaning ichki patologiyadan poligacha 3 metr bo'ladigan bo'lsa, qo'shamiz, aytaylik, yog'och qalinligini masalan 15 sm bo'lishi mumkin.
tepasida masalan yana 15 santimetrlik to'sin bo'lishi mumkin. Uning tepasida 10 santimetrlik lumboz bo'lishi mumkin. Xuddi shunga asoslanib turib 3.15, 3.30, 3.40 bo'lar ekan demak. 3.40. Mashqxonamizni agar oldi tomondan tepla bateriya o'zi bo'ladigan bo'lsa, 3.40 ga 6.60 dan tepla bateriya bor. Keyin o'p hisoblaysiz buni. Romniki masalan 1.20 ga masalan 2 metr. 2.40 ga 1.20 deydigan bo'lsak, romni alohida o'lchaysiz. Chunki romni tepla bateriyasi hisob-kitob alohida bo'ladi. Eshikdagi qanatiga qarab turib, bir qanat, ikki qanat o'rtasida buni kvadrat alohida hisoblaysiz. Bu kvadratda o'fi tepla bateriyasini chiqarasiz, g'ishga hisoblanadi. G'ishni nima bo'lsa ham, undan keyin romniki bilan eshikni o'rtashadi. Buni alohida o'ziga kvadrat qo'shib qo'yiladi. Mana shunga hisob-kitob qilinadi. O'lchash qoidasi shu bilan. Asosiysi bu A ni o'tdik. Bu A. Bu tepla bateriyadagi formulasidagi A, bu yuza. Yuza tepla bateriya bo'ladigan o'sha qismi, uni o'lchash qoidalarini tushuntirib, qo'ldan kelgan tushuntirdim. Tushunmagan bo'lsa yozsalaring. Hop, men tushuntirib beraman. Keyingisi bu delta tagiga o'tamiz. Buni keyin nimada tushuntirib ketaman. E'tibor uchun sog' bo'lasizlar, rahmat.